Mana Xitoylik nima qilyapti desam, shundoq bitta narsani yirtdi. Ichidagi narsa ham kattalashib kitga aylanib qolsa bo'ladimi? Ha bu kitni nima qilar ekan desam, achom qilib uxlayapti-ya. Endi esa biz buni biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak deb turib, mana xuddi shunaqa katta kitni Xitoydan atiga 67 yuanga zakaz qilgandim. Kelganidan keyin ochib qarasam, shunaqa kichkinagina narsa chiqdi-da. Abba sharasi qursin aldabdi-da deb qarg'ayotgan joyimda fikrimdan qaytdim. Paketidan ochgandan keyin shunaqa kattalashib ketar ekan. Mana qarasanglar bo'yim baravar bo'ldi-ya o'zi ham. Bemalol quchoqlab yotsa bo'ladigan yumshoqqina narsa ekanmi? Sizlarni bilmadim-ku qarindoshlar, bu quchoqlab yotadigan kit menga rosa ham yoqdi. Voy, yangilikni eshitdinglarmi qarindoshlar? Yaqinda Xitoyda faqatgina 1 yilda bir marta bo'ladigan 11 rasprodajasi bo'ladi-ku. Bu rasprodajada siz ko'plab mahsulotlarni 20% dan 70% gacha katta chegirma narxlarda olishingiz mumkin. Qarindosh qanaqa qilib zakaz qilamiz deydigan bo'lsanglar, qarindoshingiz Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tayyorlab qo'yganman. Mana o'sha 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun Pro Film shapkasidagi mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olinglar qarindoshlar. Axir sizni Xitoydagi eng katta 1 yilda faqatgina bir marta bo'ladigan mega rasprodaja kutmoqda-ku.